Hürmetli vatandaş, endiki leksiyemiz ne başlayımız bugün çizgiler 2020 yıl 6. ayının 17. gün heptiki çarşamba. Endiki leksiyemiz mundak vatandaş, mavzu mundak. Siz bu leksiyeni birilip anlayışsız deyim ve şimdi anlayışınızı talep kılımın hürmetli vatandaş, ümit kılın vatandaş. Çünkü siz biz kütübatımız. Nimeni kütübatımız? Bugün Şinjan meselesi, müstemlik Uygurustan meselesi, Amerika Cumhuriyeti oturuşu çöp oldu. Amerika bu meselenin nemi işgalliğine azı 5 kaldık, 100 bilip oldu. Şunu bugün Amerika Koşmuş Ştatları bu büyük devlet. Xitay bilen söhbetke olduğunda Hong Kong meselesi, Şinjan meselesi, yani müstemlik Uygurustan meselesi. Bugün havayda Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Mike Pompeo muşu meseleler boyunca Cumhur'un diplomati yan cihçi bile söhbet ötküzür. Dikkat kılın vatandaş şimdi. Mavzumunda Amerika Cumhur Hawaii mehbi söhbetinin keynide qandaq siyasi hikmetler yoşurungan? Mavzulu haber 6. ayının 16. günü Duvit orbiti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Duvit orbiti Cumhur Merkezi Komitesi'nin organ orbiti devetsiniz. Böyle bir vatandaş. Haber bundak başlandı. Amerika ile Cumhur'un yukarı derecelik emeldarları. Amerika'nın Hawaii ştatı da fikirleştiği doğrusudur haber. Bir neç günden biri dairimizde tarqalab yürüydü. Cumhur Tashqi ishlar Ministerligi bayonotchisi bugün muxbirning savollarga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhur diplomatiya yo'llari dag'dam va uchoq. Cumhur Tashqi ishlar Ministerligining bergan javobi aloqador uchurlarga asoslanganda bu qatam söhbetga qatnashadiganlar Cumhur tarafdan siyosiy byuroning a'zosi. Diplomatiya xizmati ishlari komitetining mudiri, Davlat Mahkamasi Diplomatiya xizmatlari komitetining mudiri Yangjechi. Amerika tarafdan söhbetga qatnashadigan vakil Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi, ya'ni Cumhurliklar insoniyatning dushmani deb haqorat qilgan Amerika diplomatiya amaldori davlat ishlar kotibi Mike Pompeo söhbetga qatnashdi. Amal darajadan qaraganda nihoyat yuqori darajalik amaldorlarning uchrashishidir bu qatamqi uchrashish. Amerika Cumhur tarafdan texnicha bir muqimlashtirilgan javob chiqmadi. Söhbetlashadigan temalar va nima deyish to'g'risida Amerika yoki Cumhur tarafdan texnicha bir muqimlashtirilgan javob chiqmadi. Shunga mumkin bo'lgan o'zgarishga makon qoldirdi. Yani o'zgarish ehtimoli bo'lishi mumkin deydi. Lekin nima demayli? Amerika bilan Cumhurni asos qilgan qarama-qarshilikning tuguni allaqachon parchalanib turgan dunyoni davrashga olib keldi. Endi ikki tarafning o'ltirib suhbatlashishni xohlaganligi bu bir yaxshi xabardir. Eğer bu qatimqi suhbat o'ng'ishliq elib beriladigan bo'lsa, Amerika bilan Cumhurning yuqori darajalik diplomatiya amaldorlarining yarim yildan beri tunji qatim uchrashganligi bo'lib hisoblanadi. Yarim yildan beri Amerika Cumhur munosabati bargan sari osonlashib ketdi. Hesaplagan o'tgan yili bu yil 1-ayning 15-kuni sodi kelishim imzo qo'ygandan keyin yaxshilanishi kerak bo'lgan munosabat texmo osonlashib ketdi. Agar bu qatimqi suhbat o'ng'ishli elib beriladigan bo'lsa, Amerika bilan Cumhurning yuqori darajalik diplomatiya amaldorlarining yarim yildan beri tunji qatam muvaffaqiyatli uchrashganligi bo'lib hisoblanadi.
Yarım yıldan beri Amerika-Jungo münasebeti osallışıp gitti. İki taraf nayet zor meselelerde katmal vaziyet küçüp kaldı. Amerika her kaysa ala bu için Jungo'ga Amerika her kaysa ala bu için Jungo'ga besim işletti ve tehdit saldı. Dovi torbiti davatını cümak. İmborgi yürgüzde. Prezident Trump hatta Jungo bilen bolgan barlık münasibetle üzüp taşlaşımız mümkün dep tehdit saldı. Yakında partlagan yuqumluq virus Şangan meselesi bu iki taraftan toqunuşunu keskinleştirip etti. Duyva. Yakında partlagan yuqumluq virus Şangan meselesi bu iki taraftan münasebetini keskinleştirip etti. Matbuatla mundaq hesapladı. Yangi içinin devlet işler katibi Mike Pompeo ile görüşü. İki taraf oturuşu da yuqumluq virus ve Şangan meselesinden payda bolgan ciddi vaziyetinin arartını pasaytishni maqsad qildi. Yana başka xabardor kishilar bizga deydi Dovi torbiti. Mundaq deyishdi. Devlet işler katibi Mike Pompeo bilen Yang Jiechi'nin söhbetide mümkün bolgan kun tertipler cümleden yuqumluq virusning ahvoliga qandaq qabul qilish. Birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimi meselesi, harbiy tayyorliklarni tizginlash meselesi, Hong Kong meselesi, Şinjan yani müstemlike Uyg'uriston meselesi, Huawei şirketi meselesi, Çavuşan ve Amerika-Jungo özara muhbirlarni qo'g'lab chiqarish meselesi qatorliq bir qator keng masalalar to'g'risida suhbatlashdi. İki taraf bu qatimqi ko'rishish va suhbat orqali ikki taraf o'zaro ba'zi masalalar to'g'risidagi strategik iddialarni muqimlashtirdi. O'sha jumlaga diqqat qiling vatandoshim, shuningdek qaraganda bu qatimqi suhbat Hawaii suhbati, Amerika-Jungo Hawaii suhbati balki oxirgi suhbat. Endi mishada oxirlashi kerak. Biz davomli sen bilan suhbat qilib o'tiravermaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq deydigan fursat vaqt yetib kelgandek turdi vatandosh. Takrorlayman vatandosh. Men bu abzasini yana bir qatim o'qib berishni xohlayman sizlarga. Yana boshqa xabardor kishilar bizga mundaq deyishdi. Diqqat vatandosh. Eliqa takrorladi deb chiqib yetadigan odamlarga bir diqqat juma. Diqqat bilan anglamani. Yana boshqa xabardor kishilar bizga mundaq deyishdi. Devlet işler katibi Mike Pompeo ile Yang Jiechi'nin suhbatida mümkün bo'lgan kun tartiblar jumladan yuqumluq virusning ahvoliga qandaq qabul qilish. Birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimi meselesi, harbiy tayyorliklarni tizginlash meselesi, Hong Kong meselesi, Şinjan müstemlike Uyg'uriston meselesi, Huawei şirketi meselesi, Çavuşan ve Amerika-Jungo o'zaro muhbirlarni qo'g'lab chiqarish meselesi, qatorliq bir qator keng masalalar to'g'risida suhbatlashdi. İki taraf bu qatimqi ko'rishish va suhbat orqali o'zaro ba'zi masalalar to'g'risidagi strategik iddialarni muqimlashtirdi. Diqqat vatandosh. Hamda to'qinishning haroratini imkoniyatning boricha sustlashtirdi. Reuters mundaq ko'rsatdi. İki taraf uchrashadigan joy qilib, Nemishqa Hawaii
Hava armiya bazısını tanlap aldı. Bu sual kaldı, sual genci mi? Amerika-Jungo münasebetinin hazırki ahvalığı asasını hüküm kılışka bolali ki, Jungo tarafga ma'lum şundak diyeş ve şundak kılış gerek bulgan adettin taşkiri hoşyar buluşka tegişlik xatarlik bir uçurni yetkizdi. Mana meseleme yedik ya vatandaş. Ondan başka Prezident Trump hükümeti Hawaii ştatının İkinci Dünya Uruşı yani Ulu Okyan Uruşı partlagan jay deydigan uçurni yetkizişni ümit kılattı. Şendiki vatandaşlar okşaştı. Siz mi düşendiniz, ben mi düşendim? Endi bunun kendisiler vatandaşlar leksiya sözleyimiz yani muhakeme leksiyası sözleyimiz.